Binakarlık inet medeni miraslarının muhim bir terkibi kısmı bulup, o'xshashmagan madaniyatlar o'tgan necha ming yil mobaynida bir-biridan ko'rkam binokorlik ajoyibotlarini vujudga keltirgan edi. Ehromlar, saroylar, cherkovlar, masjidlar. Her biri kabiliyetlik binakarlık injenerlerinin çertojları bilen minglagan kishilarning birlikte tirishish ve emgek kuchi neticesinde barlıkka geldi. Binakarchilik Allah'ның insoniyatga bag'ishlagan san'at ve badiiy go'zalligining ko'rgazma maydonlaridir. Ondaqda tabiatdimi insonlarga o'xshash binakarlik injenerlari borligini bilamsiz? Tabiatdagi hayvonotlar dastlabki badan shakllari bilan bizning diqqatimizni tortadi. Bir yilpizning yugurish uchun loyihalangan mukammal bir skelet sistemasi va muskullari bor. Bir burkut dunyoning eng oliy tamponlik loyihasi bilan yaratilgandir. Bir yunus balığı maxsus suda üzüş için yaratilgan alohida bir xil energiya va badan tuzilmasiga egadir. Canlıqlarning badanlaridagi bu nuqsonsiz tuzilishda har bir canlıq türüning Alloh tarafidan yaratilganligini bizga eslatadigan bir dalildir. Faqat nuqsonsiz bir badanga ega bo'lish kifoya qilmaydi. Bunun bilan birga hayvanning o'z badanini qandoq ishlatadiganligini mu bilish shart. Bir qushning qanotlari faqat uning bilan uchishni, laylashni va yerga tushishni nuqsonsiz bajaradigan vaqtida ishga yaraydi. Bu ko'z qarash bilan canlıqlar dunyosiga nazar soladigan bo'lsak, intayin hayron qolarlik bir reallik bilan uchrashamiz. Hamma canlıq o'zi yashagan muhitdagi tabiiy sharoitlar uchun eng muvofiq harakat shaklini o'ttirg'a qo'yadi. Hatto bu harakat shakllariga tug'ilgan vaqtidan boshlab ega bo'lgan bo'ladi. Yangi tug'ilgan kiyik balasining o'rnidan turib yugurishi uchun faqat 1 soatlik ketadi. Ana suv tashbaqasi tarafidan qumning ostiga ko'mib qo'yilgan bala tashbaqalar tuxumlarni chiqib sirtqa chiqish kerakligini biladi. Hatto sirtqa chiqar chiqmayla dengizga berishi kerakligimi ularga o'rgatilgan bo'ladi. Hayvanlarning bu dunyodagi eng hayron qolarlik namunasi bo'lsa, intayin mahirlik bilan yasagan o'rinlaridir.
tövende tabiatdagi ajoyib uvularning ba'zilariga nazar solib, hayvonlarning bularni qandoq yasaganligini birlikda tadqiq qilib ko'raylik. Hava uçuq günlərinin birida dalalarga chiqqanimizda gullarning sehrlik go'zalligi bizni o'ziga maftun qiladi. Gullarga texmo ichkirlab nazar soladigan bo'lsak, boshqa bir kishining diqqatini tortadigan jonliq bilan uchrashimiz. U tabiatdagi binokorlik injenerlarining eng intizomchani bo'lgan hasal harlaridir. Hasal harlari kollektiv holda yashaydi va yer sharidagi eng mukammal ozuqliqlardan biri bo'lgan hasalni ishlab chiqaradi. İşlep çıkargan hasalni bo'lsa, yana o'zi yasagan 6 burjaklik ko'naklarda saqlaydi. Undaqda o'ylab ko'rdingizmi? Hasal harlari nimishqi ko'naklarini hamisha 6 burjaklik qilib yasaydi? Matematika olimlari bu savolning javobi to'g'risida izlanib ko'rgan bo'lib, ko'plagan matematikalik tadqiqotlar natijasida hayron qolarlik bir xulosaga erishgan. Yani bir ambarni eng az material bilan eng ko'p narsa saqlag'ili bo'ladigan qilib yasashning usuli tomlarni 6 burjaklik qilib yasashdir. Boshqa shakllarni analiz qilib boqaylik. Agar hasal harlari ko'naklarini yumuloq yoki 5 burjaklik prizma shaklida yasagan bo'lsa edi, oraliqida keraksiz bo'shliqlar paydo bo'lib qoladi. Buning bilan ko'naklarda texmo az hasal saqlay olgan bo'ladi. 3 burjak yoki 4 burjaklik hujurlarda bo'lsa, oraliqlarida bo'shliq qoldirmasdan hasal saqlag'ili bo'ladi. Ammo bu yerda matematika olimlari bayqagan bir inchki nuqta bor bo'lib, bu o'xshashmagan geometriylik shakllar ichida atrofi eng qisqa bo'g'ini 6 burjaklikdir. Bu sababdan o'xshash hajmga ega bo'lsa-mu, 6 burjaklik hujurlar uchun qo'llanilgan materiallardan texmo az bo'ladi. Qisqasi 6 burjaklik ko'nak eng az hasal shernisi bilan yasaladigan va eng ko'p saqlash hajmiga ega shakldir. Hasal harisi planlig'ili bo'ladigan eng mukammal shaklni qo'llanmoqda edi. Hasal harlarining boshqa hayron qolarlik tarafi bo'lsa, ko'naklarni yasagan vaqtdagi o'zaro hamkorligi bo'lib, inson tutgan bir ko'nakni ko'rganida buning xuddi birli tarafdan boshlab yasalganligini his qiladi. Amaliyotda harlar ko'naklarni ayrim taraflardan boshlab yasaydi. Yuzlagan harlar 3-4 farqli yerdan boshlab ko'nak yasashga kirishadi. Ko'naklarni oxirida birlashtirib, tutashtirilgan yerlarda bo'lsa, kichikkina bo'lsa-mu, bir-biriga uygun kelmaslik va xatolik ko'rilmaydi. Harlar ko'nak yasaganda ko'nak egizlarining bir-biriga bo'lgan bo'lonlarini hisoblaydi. Bir-biriga qarama-qarshi turgan ko'nak egizlari jazman yerga qarshi 13 gradus egik yasaladi. Bu agma hasalning ko'naklardan eqib yerga tushib ketishining oldini oladi. Dunyoning naridili bo'lmasin, hasal harlari bu darajadan tashqari binokorlik qurilishini nuqsonsiz tamomlaydi. Hamda buni ko'nakning tagida, ya'ni quyosh nuri kirolmaydigan qop-qorong'u bir sharoitda bajaradi. Bu yerda intayin hayron qolarlik bir reallik borki, bütün hasal harlari bu darajadan tashqari qobiliyatlarini tug'ilgan vaqtlaridan boshlab namoyon qilmoqda. Ko'nak yasashni va yoki taraf bo'lishni kuzatish orqali va vaqtning o'tishi bilan o'rganmaydi.